etamiz azizlar va bugungi shodiyonada bugungi sanada tug'ilgan hammani chin dildan tabriklaymiz. Ijtimoiy tarmoqdan bir tabrik kelgan ekan, o'qib eshittirmasa bo'lmaydi. Assalomu alaykum, Toshkent viloyati Nurafshon shahrida doimiy muxlisimiz, o mehribon, nurli va oqila inson aziz onajonimiz Azizova Atirgul opani tavallud topgan kunlari 70 yosh. Chin qalbdan tabriklaymiz. 70 Bolalar uzoq bo'lsin, tabriklaymiz. Sog'lik, salomatlik, farzandlar baxtiga, hamma yaqinlar, jigarlar nomidan tabriklaymiz. Tabrik sifatida bugungi tug'ilgan kunlarini nishonlatgan hamma uchun Shohruh Ergashev kuylaydi. Marhamat. Marhamat, davom etamiz. Senga aytsam dildagi dardim, sensiz tunlar o'tmoqda uzun. Nega araz qilib yuribsan, yarashaylik kelgin shu bugun. Rosti sensiz hayot bema'no, kulishlaring dardimga davo. Mayli jonim jon qilay vido, yarashaylik kelgin shu bugun. Mayli jonim jon qilay vido, yarashaylik kelgin shu bugun. Xayollaring qayda ey malak, menga esa o'zingsan kerak. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Xayollaring qayda ey malak, menga esa o'zingsan kerak. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Konsertim kora kozi, yarashaylik kelgin shu bugun. Hayollaring qayda ey malak, menga esa o'zingsan kerak. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Hayollaring qayda ey malak, menga esa o'zingsan kerak. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Hayollaring qayda ey malak, menga esa o'zingsan kerak. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Hayollaring qayda ey malak, menga esa o'zingsan kerak. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Seni yomon bulsaydi yurak, yarashaylik kelgin shu bugun. Sovqat qilmaysan, ovqat jaliysan, yemasan, yoqasan, qilmaysan, o'zingdan deylaysan. Sovqat qilmaysan, faqat bo'g'lim tuymaysan, yoqasan, qilmaysan, faqat meni kuylaysan. Çakasan koymaysan.
Shu ijodkor sudga bermas. Boshqa ishimiz ketamiz. O'zing bil. Anor qo'shiq istomi? Anor. Umid opam bilan anor yegar kelib qoldi. Iltimos, ukajon. Marhamat. Siladagasi yo'q bu dunyoda. Talablarga binoan. Anor mio babolina, şabınam gülünor mio babolina. Anor mio babolina, şabınam gülünor mio babolina. Sofi John mio babolina, sardina bol mio babolina. Sofi John mio babolina, sardina bol mio babolina. Gap yo'q. Tugadimi? Sog' bo'ling. Zo'r gap yo'q. Keling, Yorug'jon. Sastaman bilib turib. Bizga ayting, Botir aka. Bizga hozir Qo'shma Shtatlardan xabar keldi. Yo'q. Biz kontrolda ekanmiz. Nima? Biz kontrolda ekanmiz. Dilshod Mirzamurodov. Bular tonga tutdi hozir. Turibdilar. O'nlardan turib, Boy uyg'onibdilar. boy yo'g'onibdilar. O'nlardan turib, xalatlarni kiyib olib, xullas zavtrak qilib ekanlar. Bizni ko'rib. Bizni ko'rib. Qulamaysizmi? Qolamaysizmi ko'rib? Maza qilayotgandir sizlar. Salom. Ertadan salom ko'ring. Qolamaysizmi? Nima qilasizlar hozir? Shunaqa. Hech kim bo'lmadi deb ko'rsatdi. Tonga nima bor? Qolamaysizmi? Nima deyaptilar boy? Boy kontrol qilayotganmish xullas. Ko'rsatyapti. Deganlar. Anaqada nimadir Botir keting, Botir tabrik o'qimasin deyotganmish. Lavay? Botir keting, Botir tabrik o'qimasin deyotganmishlar. Tushundingizmi? Javob qaytarasizmi? O'zim aytaymi? O'z ayting. Bo'ldi. Iloyim sizda svet o'chib qoldi. Bizni ko'rmang. Ular Dilshod Mirzamurodovga alangali salom. Hozir mana zani boqaman deb bizga oylik to'layman deb. Bechara Qo'shma Shtatlarga ketdilar. Kim? Oilaviy ketdilar. Ko'pchilik ketdi. Ha, ko'pchilik ketdi. Zo'r TVdan ham ketishibdimi? Yo'q, o'zlari ketganlar. O'zlari ketdilar. Oilaviy ketdilar. Mayli. Pullari yo'q, bechara borishdi. Qiynalganlarda o'zlari oilaviy ketdi. Har doim boradilar, quruq qaytadilar. Bu safar ham quruq qaytdi. To'ppa-to'p. Hech narsa kerak emas. Endi nima kerak? Dilshod unaqa bola emas, aka. Dilshod juda saxiy. Juda saxiy. Har doim qishda qor so'rang berardi. Har doim qishda qor so'rang berardi Dilshod. Har doim quruq kelib quruq ketadi. Shoning bu safar quruq kelmaydi. Nima keladi? Nimadan olib keladi? Siz bilan menga shaxsan olib keladi. Inshaalloh. Ishonmaysizmi? Dilshod. Qarang lekin, mabodo. Nima bo'lmasa qo'lgatamiz. Mehmonxonada nima bo'lsa Dilshodbek yaxshi dam olib keling. Buni yo'q, Dilshod bu narsani aytmaysiz, Dilshod qaror o'zini kasbi-yu. Mehmonxonadagi narsalarni hammasini joylab, eng qimmatini Munisga sovg'a qiladi. Xo'p, hazillashamiz. Albatta hazillashamiz. Biz yaqinda hozir Elmurod Haqinazarov bejizga eslamadik. Sabab bizda ajoyib klipimiz bor. Ustozlarni Otabek Muhammad Zohid ularni tayyorlab qo'yishgan bizni redaktorlarimiz. Elmurod rol o'ynagan. Elmurod rol o'ynaganlar. Bo'ldi, ko'ramiz. Tomosha qilamiz, marhamat.